Bugungi mavzuyimiz bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz ish hujjatlari yuritishda qo'yiladigan talablar hisoblanadi. Rejalarimizni ko'rib chiqamiz. Bugungi rejalarimiz birinchisi ish hujjatlarini yuritishning pedagogik va yuridik ahamiyati, ikkinchisi esa nutq kartasini to'ldirish metodikasi va undagi asosiy bo'limlarni tahlil qilishdan iborat hisoblanadi. Uchinchisi esa ota-onalar bilan ishlash va maslahat berish jurnallarining yuritilishi. To'rtinchisi esa hujjatlar xavfsizligini ta'minlash va konfidensiallik qoidalariga rioya qilishdan iborat hisoblanadi. Ish hujjatlarini yuritishdan maqsad nima? Bu logoped hujjatlar shunchaki hisobot emas, balki bolaning rivojlanish dinamikasini kuzatishdan iborat hisoblanadi. Korreksion ishlar samaraliligini tahlil qilishdan iborat va davlat nazorat organlariga ish faoliyati haqida asosli ma'lumot berish xizmat qiladi. Asosiy hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonun va vazirlar mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq olib borilish tartibga ko'ra olib borilish kerak hisoblanadi. Keyingisi esa hujjatlarga qo'yiladigan asosiy talablar. Bular hujjatlarni rasmiylashtirishga qat'iy qoidalar mavjud. Obyektligi, muntazamlik, xizmat va tashxis va rejalashtirish tizimidan iborat hisoblanadi. Keyingisi esa logoped yuritishi shart bo'lgan asosiy hujjat turlari. Bunda mavzu doirasida hujjatlar har bir o'z o'rnida bo'lishi kerak. Masalan, tashxis hujjatlari bo'lsa, nutq kartasi logopediyaning eng asosiy hujjati bo'lib, unda bolaning nutq apparati tuzilishi, fonematik eshitish qobiliyati, lug'at boyligi va grammatik qurilish batafsil bayon etilgan hisoblanadi. Rejalashtirish hujjatlariga ko'ra va tekshiruv bayonlari bolaning ko'rikdan o'tkazish jarayonining birlamchi xulosasi ham deb olish mumkin. Birlashtirish hujjatlari istiqbolli yillik reja, bir o'quv yillik uchun mo'ljallangan strategik rejadan iborat hisoblanadi. Kalendar, mavzu reja, mashg'ulotning oylari, hafta kesimida taqsimotlar, yakka tartibda mashg'ulot rejasi har bir bolaning nuqsoniga kelib chiqib tuzilgan maxsus dastur hisoblanadi. Hisobot va qayd etish hujjatlari mashg'ulot davomidagi jurnallardan iborat. Hujjatlarni saqlash va arxivlash. Bunda hujjatlarning muassasa belgilangan tartibda odatda 3 yildan 5 yilgacha saqlanadi. Nutq kartasida bola muassasadan ketgandan so'ng ma'lum muddat arxivda turishi shart hisoblanadi. Zamonaviy talablarga ko'ra raqamli hujjatlarga aylantirish hozirgi kunda hujjatlarni nafaqat qog'ozda, balki elektron shaklda ham keltirib olish kerak hisoblanadi. Keyingisi esa bu nutq kartasi nominasi hisoblanadi. Bunda nimalar joylashgan? Bunda bolaning familiyasi, ismi, tug'ilgan joyi, uy manzili, guruhi, defektolog xulosasi, ota-onasi bilan shikoyat yoki bola nechanchi homiladorlik davrida ekanligi, onasidan nechanchi homilador davrida ekanligi, keyin nutq kamchiligi sezilgan vaqt, nutqda umumiy xarakteristika, artikulyatsiya apparatidagi holat, artikulyatsiya apparatining harakatchanligini kabi ma'lumotlarni olib borishimiz mumkin hisoblanadi. Keyingisi esa tashxis va me'yoriy hujjatlar. Bu hujjatlar bolaning nutq holatini aniqlash va rasmiylashtirish uchun xizmat qiladi. Bu talaffuz va umumiy rivojlanishni qayd etadi. Nutq tekshiruv natijasida qaydnoma, umumiy ko'rikdan o'tgan tibbiy psixologik pedagogik komissiya xulosasi va tavsiyanomasidan iborat bo'ladi. Keyingisi esa hisobga olish va monitoring hujjatlar. Bu ish samaradorligini ko'rsatuvchi hujjatlar. Davomat jurnali, bolaning mashg'ulotlarga qatnashishini hisobga olish, kuzatuv va dinamikasi daftari bolaning o'quv yili davomida qanday natijalarga erishganligini ko'rsatuvchi kundalik bo'lishi kerak va ota-onalar bilan, pedagoglar bilan ish daftari, konsultatsiya va tavsiyanomalar qayd etiladigan jurnal ham bo'lishi kerak hisoblanadi. Keyingisi esa logopedik hujjatlar. Unda logopedik hujjatlarda tashxis, nutq kartasi, mashg'ulot sanasi, bajarilgan ishlar, o'zgarishlar, diagnostik karta, eshitish va idrok qilish holatlari, psixologik xususiyatlar, xulosa va tashxislardan iborat bo'lishi kerak hisoblanadi. So'ng esa mashg'ulotlar rejasi, konspekt, logopedlar har bir dars uchun tayyorlaydi va mavzu, maqsad, metodlar va jihozlash, darsning borishi, kirish va asosiy qismlardan iborat hisoblanadi. Hisobot hujjatlari choraklik yoki yillik hisobot natijalarini tahlil qilib, o'quvchilarga erishilgan yutuqlar va muammolar, takliflar haqida aytib o'tiladi va ota-onalar bilan
ishlash hujjatlari, maslahat, daftarlar, uchrashuv loyihalari, tavsiyalar varaqasidan iborat hisoblanadi va sinov va monitoring varaqlari, nutq rivojlanish dinamikasi, mashg'ulot natijalari olib boriladi. Xulosa qilib aytganda esa, logopedik ish hujjatlari bundan faqat rasmiyatchilik emas, balki nutq buzilishdan to'g'ri aniqlash va korreksion ishni rejalashtirish va natijani nazorat qilishni asosiy vositasi. Mavzu shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun